Assalomu alaykum do'stlar. Endilikda O'zbekiston fuqarolari chet davlatlardan deport bo'lsa, O'zbekistonga qaytgandan keyin 2 yil davomida zagranipasport xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtira olmaydi. Ushbu videoni like bosib tarqatib qo'yinglar va bizdokument yurganlarga, bizdokument yurmoqchi bo'lganlarga bilib qo'ysinlar. Agar Qozog'istonda bo'ladimi, Rossiyada bo'ladimi, Yevropaning boshqa davlatida bo'ladimi, siz bizda qonun buzdingiz, qoidabuzarlik qildingiz va javobgarlikka tortilib deport bo'ldingizmi, O'zbekistonga qaytganingizdan keyin 2 yil davomida sizga zagranipasport berilmaydi. Ushbu qonunni tartibga solish uchun reyestr tuzilyapti. Xuddi mana O'zbekiston, Rossiyada reyestr kontrolyorlik qilsa bo'ldi-ku, noqonuniy yurganlarni reyestrga tushishi. Xuddi shunday O'zbekistonga ham O'zbekiston hukumati ham reyestr tuzyapti. Xullas, nima demoqchi bu bilan? O'zbekiston xalqaro miqyosdagi obro'yini, shuncha harakatlarini, chet davlatdagi davlat tashriflari, delegatsiyalar, prezident tashriflari bilan yuribdi va ushbu tashrif davomida mana shu narsa ham menimcha aytiladi va O'zbekiston fuqarolarini boshqa davlatlarga noqonuniy O'zbekiston fuqarolari boshqa davlat qonunlarini mensimasdan bezdokument yurib, qonun buzishlari, jinoyat javobgarlikka tortilishlari, mana shu narsalarni oldini olish, mana shu narsalarni o'ylash uchun mana shu prezident qarorini yanada takomillashtirish ustidagi qonun kuchga kiryapti va ushbu qonunga kuchga kirishi 1-sentyabrdan amalga oshiriladi va reyestr tuziladi. Shunday qilib bilib qo'yinglar, shu narsani sizlarga aytib qo'yay dedim. Kim bezdokument yurgan bo'lsa, ushbu videoni tarqatib qo'yinglar va aytinglar, qarindoshlaringiz bo'ladimi, kim bo'lsa ham Rossiyada yurgan bo'lsa, bu narsani yaxshilab tushunib yetishlari kerakki, agar deport bo'lsalar, qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, O'zbekistonga qaytgandan keyin 2 yil davomida chegaradan tashqariga chiqa olmaydilar. Shuning uchun familiyamni o'zgartirib chiqaman, boshqa narsa degan narsalar ham bo'lmaydi. Chunki siz reyestrga tushasiz va ushbu reyestrga tushganingizdan keyin kerak bo'lsa o'sha familiyangizni ham o'zgartira olmay qolasiz. Xullas, hammani dokumentalni yurishga O'zbekistonni ham o'zini harakatlarini boshladi. Что ertaga bir Rossiyaga chiqasin, boshqa davlatlarga ishlashga, pul topishda, mehnat qilish uchun chiqasiz, orzu-havaslaringiz, to'y, mashina, xullas uy qolaman deysiz, sog'liq uchun va shu narsalarni tartibga solish uchun O'zbekiston hukumati tomonidan ham mana shu qaror o'ylab chiqilyapti va 1-sentyabrdan aytganimdek kuchga kiradi. Kim yurgan bo'lsa, albatta hozir mana 10-sentyabrgacha dokumentlarni qilib olinglar. Rossiyada ayniqsa yurganlar, mana bilasizlar, amnistiya berildi, 11-26-10-sentyabrgacha cho'zildi Putinning qarori. Shuning uchun kim bezdokument yurgan bo'lsa, dokumentni qilib olinglar. Nima deydi, Rimbo bo'lib yuravermanglar. Keyinchalik esa Rossiyaga 2 yil davomida, ne только Rossiyada, bu O'zbekiston chegarasidan chiqa olmaysizlar. Shuning uchun harakat qilinglar deb mana shu videoni chiqardim. Bilasizlar, ko'pchilik что video chiqaraman, qachonki bir dolzarb mavzu bo'lsa va kerakli qonunlar qabul qilinsa, shu vaqtda video chiqaryapman, boshqa vaqtlar video chiqarmayapman. Shuning uchun kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, likelarni bosib qo'yinglar, kommentariyada fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Bu ikki taraflama jazolash degan bo'lsa desa ham bo'ladi. Ham o'sha ishlab turgan davlatingizdan deport bo'lasiz, ham O'zbekistonda 2 yil davomida jazoni O'zbekistondan chiqa olmaysiz. O'zbekistonda ham sharoit unchalik ham yomon emas, hech kim bo'lgani yo'q, boshqa narsa bo'lgani yo'q. Shuning uchun baribir ham kimdir tezroq pul topish maqsadida chet elga chiqadi, tezroq orzu amallarini, orzu havaslarini va o'sha kelajakdagi rejalarini amalga oshirish uchun pul topish maqsadida chiqasizlar. Shuning uchun ushbu videoni tarqatib, ko'rib, nima qilib tanish bilishlaringizga berib qo'yinglar, muhokama qilinglar, mana kommentariyada yozib qo'yinglar. Kim qanday fikrda ushbu qonunni takomillashtirish to'g'risidagi 1-sentyabrdan kuchga kirishida? Obuna bo'lib qo'yinglar, muhimi o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rossiyada bo'ladimi, boshqa davlatda bo'ladimi, noqonuniy yurmaslikka harakat qilinglar do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar. Yaxshi yangiliklarni albatta sizlar bilan yaxshi kunlarda albatta yetkazishga harakat qilaman do'stlar. Salomat bo'linglar.